bitta barmoqdan voz kechish butun qo'ldan voz kechishdan afzal bo'lgan. Nimaga aynan nomsiz barmoqdan qon olinadi? Bu anatomik tuzilmasi bilan bog'liq, ya'ni infeksiya tarqab ketishini oldini olish maqsadida nomsiz barmoqdan qon olingan. Qon olish o'ylab topilgan. Hali antibiotiklar kashf etilmagan vaqtda infeksiya tushadigan bo'lsa, shu barmoqni o'zida yiringlash jarayoni kuzatilishi mumkin. Agar bosh yoki kichkina barmoqdan qon olinadigan bo'lsa, bu butun qo'l bo'ylab infeksiya tarqalishiga olib keladi. Va shu xavfni olish uchun nomsiz barmoqdan qon olingan. Bundan tashqari bu barmoq harakat aktida kam ishtirok etadi. Og'riq sezuvchi retseptorlar kam, jarohat kam ishlatilganligi sababli tez bitadi. Agar o'sha paytda infeksiya tushib yiringlaydigan bo'lsa, bitta barmoqdan voz kechish butun qo'ldan voz kechishdan afzal bo'lgan.